Chempionlar Ligasi finalining 44-daqiqasi. Crespo Liverpoolga qarshi Milan uchun 3-0 gol urdi. Milan muxlislari quvonchdan portlayapti. Boshqa tomondan Liverpool muxlislari umidsizlikka tushdi. Ular kubokning qo'llaridan ketayotganini his qilmoqda. Ikkinchi bo'lim boshida Liverpoolning g'alaba imkoniyati 1% dan ham kam. Ammo qayta boshlangandan 9 daqiqa o'tib, Steven Gerrard jarima maydonida erkin holatda Milan darvozaboni Zidane aniq bosh zarbasi bilan mag'lub etdi. To'satdan stadion jonlandi. Umid qaytdi. O'yin dinamikasi butunlay o'zgarib ketdi. Liverpool hujumni davom ettirmoqda va italiyaliklar himoyaga majbur bo'lmoqda. Ular bu imkoniyatdan tez foydalanishadi. Milan darvozasiga bosim kuchayar ekan, Schmiser bo'shliqni ko'rib, to'pni chap pastki burchakka kuchli urdi. Zidaning qo'li yetmadi. To'p to'rga tushdi.